Ivan Vasilievich, dahshatli podshoh, g'azabi junbushga kelganda nogoh temir aso bilan urib o'g'lini, farzand qoni bilan bo'yab qo'lini, o'zi dahshat ichra lol qotdi birdan. Rosa yarim asr shundan muqaddam o'zga mamlakatda o'zga bir tojdor, uli ham behush yotgan o'g'li uzra zor, ko'kka qo'l cho'zgancha chekardi fig'on. Mening jonimni ol, ey Parvardigor, ammo farzandimni qoldirgin omon. Mirzo Bobur ohi falakka yetdi. Humoyun ko'z ochdi. Soat ba soat hayotga qaytdi o'g'lon salomat, otani xastalik to'shakka eltdi. Sokin shiftga boqib yotar Bobur shoh, umri bitganidan yuragi ogoh. Sohibi saltanat, sohibi qalam, ko'nglida shukrona va bitmas alam. Shukr kim, kuymadi farzand dog'ida, alam kim, o'lmadi yurt tuprog'ida. Shukr kim, baytlarda nomi qolajak, alam kim, zobit der uni kelajak. Shukr kim, bu yurtni qiloldi obod, alam kim, muhtojlik bo'lmadi barbod. Gadolar yurtidir bu gavhar tuproq, shu bois shukrdan alami ko'proq. Boshida valiaht o'ltirar yolg'iz, yosh kelmas ko'zlari mo'ltirar ojiz. Rangpar chehrasida uning shoh Bobur benajot saltanat ramzini ko'radi. Mana, to'plab so'nggi sabotni shoir asta qo'l uzatdi, qalam so'radi. Shoir qalam dedi, yangi bir g'azal. Yangi ruboiymi kelar dunyoga? Yo'q. Xat yozar bo'ldi shoh Bobur bu gal, maktub bitar bo'ldi urus podshoga. Foni bu dunyoda xoliqi qudrat, podsholar amrini qilmishdir vojib. Sizga rus tojini kiydirgan qismat, bizga Hind taxtini ko'rmish munosib. Baxtmi bu, baxtsizlik Allohga ayon, ne bo'lsak haq amri ifodasidir. Valik ellar aro jangu olomon, endi biz podsholar irodasidir. Bu g'amlik, bevafo foniy olamni tark etmoq muhaqqaq shohu gadoga. Faqat ezgu ishlar nasli odamni marg'ub etgusidir ikki dunyoga. Ko'p ko'rdi bu zamini ofat va qiron, tinglamoq chog'idir adolat sasin. Ey xalqi beshumor, yurti bepoyon, buyuk shoh, bog'laylik do'stlik rishtasin. Men saltanat shohi, yo'q, sargashta jon haqiqat izlagan dunyoda yakka. Mashriq sinasidan silqib yotar qon, shoir qalbi ojiz malham bo'lmakka. Umrim poyonida men ko'rgan najot qismat sahrosida balki sarobdir. Ammo niyat qildim o'qib salovat, pok niyat o'zi ham oliy savobdir. Endi bu jahonga bir qudrat kerak, jahoniy zulmatni yengmoqqa qodir. Sizga tilaguvchi Tangridan ko'mak, imzo Zahiriddin Muhammad Bobur. Olis Rossiyaga yetib keldi xat. Necha tog'lar oshib, dengizlar oshib, sizga rus tojini kiydirgan qismat, bizga Hind taxtini ko'rmish munosib. Qaysi Hind? Qaysi taxt? Bu qanday diyor? Nechuk imperiya? Xitoymi, Mo'g'ul? Moskva knyazi mag'rur hukmdor bir daqiqa bo'ldi xayolga mashg'ul. So'ng tasalli topdi. Bor bo'lsa bordir, dunyo keng, ellar ko'p, bilmoq dushvordir. Knyaz g'ofil esa ma'zur, bu maktub unga tegib qoldi tasodif faqat, unga tegib qoldi xatolik o'tib, olis kelajakka jo'natilgan xat.